Ramazon yaxshilik va saxovat oyi. Endi inson uchun platformasi orqali zakot, fitr, fidya va xayriya qilish yanada oson va qulay. Click Super App ilovasiga kiring, inson uchun bo'limini tanlang va platformaga o'ting. Ramazon tugmasini bosing. Kambag'allik reyestriga kiritilgan oilalar ro'yxati chiqadi. Oila reyestriga kiritilishi uchun qat'iy tekshiruvdan o'tgan va maxsus komissiya shu mezonlar asosida qaror qabul qilgan. Ushbu ro'yxatdan tanlangan oilaga 4 turdagi yordamdan birini yoki bir nechtasini berishingiz mumkin. Zakot, fitr, fidya va moddiy yordam. Xayriya qilishni xohlagan oilani tanlab, yordam bermoqchiman tugmasini bosing. Oilaning shaxsiy kartochkasi ochiladi. Bu yerda oilaning holati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Uyning tashqi holati, manzili, isitish tizimi, uy tomi va derazalari, chorvasi bor-yo'qligi hamda oila tarkibi. Yordam berish tugmasini bosing va 4 ta yordam turidan birini tanlang. Yordam ehtiyojmand oilalarga o'z imkoniyatingizdan kelib chiqib ixtiyoriy miqdorda xayriya qilishingiz mumkin. Fidya har bir o'tkazib yuborilgan ro'za kuni uchun bir kambag'alning oziq-ovqati qiymatiga teng miqdorda beriladi. Bu yerda 4 ta mahsulotdan birini tanlaysiz. Eslatib o'tamiz, mahsulotlar narxi O'zbekiston musulmonlar idorasi tavsiyasi asosida belgilangan. Odam soni va necha kunga to'lov qilishni belgilaysiz. Xayriya qilish tugmasini bosib to'lovni amalga oshirasiz. Fitr har bir kishi uchun oziq-ovqat mahsulotlarining minimal qiymatiga asosan belgilanadi. O'z imkoniyatingizdan kelib chiqib mahsulotlarni tanlang va fitr to'lash kerak bo'lgan oila a'zolari sonini kiriting. Xayriya qilish tugmasini bosib to'lovni amalga oshirasiz. Zakot musulmonlar uchun majburiy xayriya hisoblanadi. Agar insonning mol-mulki nisobidan oshsa, uning 2,5% zakot sifatida berish farz bo'ladi. Minimal zakot miqdori 1,530,000 so'm. Zakot summasini kiriting va xayriya qilish tugmasini bosib to'lovni amalga oshirasiz.